Garavama. Bardakxonada. Ну, выбирайте, да, либо я, либо квартира должна быть красивой, в конце концов. Bir haftadan beri cho'milmaganman, boshim inasiga qarab kirib ketgan paytim men borib cho'mib kelmasam bo'lmaydi. Eksponatni moy fana. Ana, Kirilla sizlar bilan bir tanishamiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Chehrona, Chmoqrona, Chinora, Chilonzor. Ana bir balo emas, Chehrona. Yoshim so'ylaganda 55 da emas, 23 da 2002-yil 10-dekabr kuni tug'ilganman. Kichkinaligimdan Rossiyada o'sganman va shuning uchun rus tilida mukammal darajada gapirishim mumkin. Juda ham to'lacha qiz bo'lganman va shuning uchun har safar meni mazaxlashardi, как будто meni uyimda oyna yo'q. Maktabda, institutda, kollejda har doim "Semisan!" deb baqirishardi. 23 yildan beri dieta, kardio, zalga borib, правильный питаниеga o'tman. Ahvolim plus 100 kilogramm. Afsuski, bizda odamlar tushunmaydi. Dopamin, kortizol nimaligini. Kortizol hammada har xil ishlaydi. Kimdadir asab qilganda semirib ketadi, kimdir esa ozib ketadi. Ko'plar aytishadi, yemasang srazu ozasan deydi. Rostdan ham srazu ozaman, lekin yemasdan ozish bu juda ham katta xato. Ba'zi bir odamlar esa o'ylashadi, ko'p ovqat yeysiz, shuning uchun semirib ketgansiz. Yo'q, aslo unaqa emas, chunki men yog'li narsadan ko'ra ko'proq meva va sabzavotlarni yaxshi ko'raman. Maslahat bergandan har xil dietada o'tirib ko'rgan odamman va har safar menga olma yeng ozasiz, bodring yeng ozasiz deganda kulgim keladi, chunki bu narsani men уже 1000 marta takrorlab. Internetdagi odamlar aytishadi, oshqozon operatsiya qildiring, srazu ozasiz, zo'r bo'ladi deydi. Hattoki klinikalar ham chiqqan. Lekin meni duxum yo'q operatsiyaga yotishga, chunki men yosh qizman va erta-indin farzand ko'rishimga muammo bo'lmasligini hech kim kafolat bera olmaydi. Javob xima qilardi deyishlaringiz mumkin kommentariyada, lekin ayam 1 yil oldin oshqozon operatsiya qildirgan, hozir esa yana ves olyapti. Bunaqa ko'p yeydigani yo'q. Ko'p juda ham harakat qiladi, lekin baribir ham yana semirdi. Yo'q, semizlik genga bog'liq emas deyishlaringiz ham mumkin, lekin meni uyimda hamma do'mboq. Shu uchun ham har safar dieta tutganimda o'ylardim, nimaga yana ozolmayapman, nimaga buncha qiynalyapman, nimaga bunaqa bo'lyapti. Iltimos menga dietologlarni Instagram boshqasini tashlamang, chunki u dietologlaringga men o'zim dars berib yuborishim mumkin dieta bo'yicha. Bu degradatsiya qachon bas qilinadi? Jonga tepki, to'g'ri semizsan, xunuksan, ozg'insan, unaqasan, bunaqasan deb odamlarga qorasan, oqsan deb qachongacha ajratamiz? Shu uchun ham qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, semizsizmi, ozg'insizmi, bo'yingiz kaltami yo uzunmi, hech qachon samatsenkangizni ba'zi bir chumoshniklarni deb buzib o'tirmang. Yesam ham semiraman, yemasam ham semiraman. Lutfi yeb semirgan yaxshimi? Nima bo'lsa ham muhimi qalb go'zalligi. O'zingni sev, o'zgaga tupur. Shunda hayotingga yetmaydi putur. Ha, endi men prichoskani o'zgartirishga ketdim. Ana tayyoram bo'ldim. Endi to'yga ketdim jartalashga. Poka.